...1949-yil 6-oktyabr kuni Andijon viloyati Jalaquduq tumanida tavallud topgan Ibrohim Asqarov bolaligidanoq ilmga chanqoq, izlanuvchan va mehnatsevar edi. Aynan shu fazilatlar uni keyinchalik kimyo fanining yirik namoyandalaridan biriga aylantirdi. Hatto meni onam bundan 38 yil avval ko'krak bezi o'smasi bilan og'riganlarida juda ko'p doktorlarga ko'rsatdim. Shulardan 15 tasi tibbiyot fanlari doktori, professorlar. Hammasi zudlik bilan jarrohlik amaliyotini o'tkazish kerak, zudlik bilan kimyoterapiya olish kerak deb taklif qilishdi. Onam rozi bo'lmadi. Meni davolay o'zing dedi. O'zim davolashga kirishdim. 38 yil yashadi onam. 106 yoshda olamdan o'tdi. Davolovchi narsalarimiz asosan tabiiy o'simliklardan tayyorlangan vositalar hisoblanadi va bular bir qator kasalliklarni oldini olishda va davolashda foydalaniladi. Oddiy bitta maqola uchun Moskvaga borardi. Moskvaga borib oylab o'tirardi. Mustaqil bo'lganimizdan keyin bu juda katta imkoniyat bo'ldi. Ayniqsa hozirgi paytda magistraturami marhamat, 100 tami o'qisang marhamat deyapti. Hatto qizlarga bepul magistraturada o'qish, kontraktsiz, kontrakt pulini davlat to'lab beryapti. Qancha sintetik kimyo preparatlardan kam foydalanib, tabiiylardan foydalansa, ular o'saveradi, mamlakatda iqtisodiyotga ham katta foyda bo'ladi. Har bir ilmiy kashfiyot ortida yillar davom etgan izlanish, sabr va fidoyilik mujassam bo'ladi. Ana shunday mashaqqatli yo'lni bosib o'tib, ilm-fan taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan olimlardan biri, kimyo fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan ixtirochi va ratsionalizator Ibrohim Rahmonovich Asqarov. U ko'p yillik ilmiy pedagogik faoliyat davomida yangi ilmiy yo'nalishlarga asos soldi. Yuzlab ilmiy kadrlarni tayyorladi hamda fan yutuqlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladigan ko'plab ishlanmalar yaratdi. 1949-yil 6-oktyabr kuni Andijon viloyati Jalaquduq tumanida tavallud topgan Ibrohim Asqarov bolaligidanoq ilmga chanqoq, izlanuvchan va mehnatsevar edi. Aynan shu fazilatlar uni keyinchalik kimyo fanining yirik namoyandalaridan biriga aylantirdi. Men Asqarov Ibrohim Rahmonovich Andijon viloyati Jalaquduq tumanida tavallud topganman. O'rta maktabni bitirib Andijon davlat pedagogika institutiga o'qishga kirganman. Kimyo faniga qiziqishda meni maktabdagi ustozim Shabonov domla kimyo faniga qiziqtirgan. Ya'ni kimyosiz hayot yo'q. Olamning asosi kimyo, shuni yaxshi tushun deb bizga maslahat bergan va shundan boshlab men oldin matematik bo'lmoqchi edim. Keyinchalik shu kimyo faniga qiziqish paydo bo'lib, kimyoni Andijon davlat pedagogika institutida marhum ustozim G'ulomnabi Hakimov bizga juda qattiq talab qo'yib o'rgatgan. Va u odam noldan boshlab baho qo'yardi. Noldan boshlab baho qo'yib, juda u odamdan yuqori baho olish juda ham qiyin edi. Talab juda ko'p. Darsga kirganda ham 20 ta reaksiya yozing, 30 ta reaksiya yozing deb topshiriq berardi. Shu tariqa biz kimyoni nihoyatda qo'rqib o'rganardik. Oliy ta'limni tamomlagach, yosh mutaxassis mehnat faoliyatini Andijon davlat tibbiyot institutida boshladi. Ilmiy izlanishlar va pedagogik faoliyatni birgalikda olib borgan olim keyinchalik Andijon davlat universitetida kafedra mudiri, fakultet dekani va o'quv ishlari bo'yicha prorektor lavozimlarida samarali faoliyat yuritdi. Aynan shu yillarda uning ilmiy maktabi shakllana boshladi. Institut bitirgandan keyin biz Toshkentdagi neft va gaz sanoati ilmiy tadqiqot institutida, u yerda O'zbekiston Fanlar akademiyasining muxbir a'zosi Abdulla Sultonovich direktor edi. O'sha joyda spektrlarni men 1969-yilda o'rganganman. Spektrlarni o'rganganimdan keyin Toshkent tibbiyot akademiyasida, hozirgi tibbiyot universitetida, u paytda Tashmi deyilardi. Men ustozim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ixtirochi Mahsumov Abduhamid G'afurovich, kimyo fanlari doktori, professor, taniqli olim rahbarligida aspirant bo'lganman va Toshkent tibbiyot institutida aspiranturani tamomlab 1975-yil 22-mayda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilganman. Keyinchalik Moskvadagi elementar organik birikmalar kimyosi institutida doktoranturani bitirib, shu Abduhamid G'afurovich Mahsumovning bevosita ilmiy rahbarligida 1990-yilda 18-oktyabrda, 18-aprelda doktorlik dissertatsiyasini himoya qilganman va shu yillar davomida faqat fikr-xayol shu kimyo fani bo'yicha yangilik yaratish, kimyoviy jarayonlarda o'rganishni asosiy maqsad qilib qo'yganman. Va shu orada bir qator shogirdlar tayyorladim. Ma'lum bir vaqt 1993-yildan
2004-yilgacha O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi tarkibida dastlab markaziy laboratoriya boshlig'i, keyinchalik Farg'ona viloyati boshqarma boshlig'i lavozimlarida ishlab, keyinchalik shu bojxona institutini tashkil etishda alohida xizmat qilganmiz desam bo'ladi. Va 2004-yildan boshlab hozirga qadar Andijon davlat universitetida professor lavozimida ishlayman. Dastlab kafedra mudiri, keyinchalik professor lavozimida ishlayman va bugungi kunda O'zbekiston tibbiy ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar tabobat akademiyasiga rahbarlik qilaman. Ko'p yillik ilmiy izlanishlar professor Asqarovga nafaqat yirik olim, balki mohir ilmiy rahbar sifatida ham obro' keltirdi. Uning rahbarligida o'nlab fan doktorlari va falsafa doktorlari yetishib chiqdi. Shuningdek, professor boshchiligida dorivor o'simliklar hamda tabiiy minerallar asosida yaratilgan biologik faol oziq-ovqat qo'shimchalari esa ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Bugungi kunga kelib, men 36 nafar fan doktori va 62 nafar fan nomzodi va falsafa doktorlariga ilmiy rahbarlik qilishimga to'g'ri keldi va ularni barchalari dissertatsiyalarini himoya qilib, bugungi kunda mamlakatimizdagi barcha viloyatlarda, shu jumladan qo'shni Qozog'istonda, Tojikiston singari davlatlarda xizmat qilayotgan shogirdlarim bor. Bizning asosiy oldimizga qo'ygan g'oyamiz shu O'zbekistonda o'sadigan o'simliklar asosida, O'zbekistondagi tabiiy minerallar asosida shu chetdan olib kelinadigan dori vositalarini o'rnini bosuvchi, shularni o'rniga ishlatish mumkin bo'lgan yangi oziq-ovqat qo'shilmalarini ixtiro qilishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va bu borada 50 ga yaqin yangi oziq-ovqat qo'shilmalarini ixtiro qildik va menga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ixtirochi va ratsionalizator unvoni berilgan. Asqarov Ibrohim Rahmonovich domla bilan birinchi marta tanishganimiz Taraqqiyot televideniyasida bo'lgan. Shu yerda Ibrohim Rahmonovich bilan birga onkologik bemorlarni davolashini zamonaviy tibbiyot bilan va xalq tabobatini integratsiya holatida davolash usulini xalqqa yetkazib borganmiz. Xalq tabobati bilan va onkologiya ikkalasi komplementar holatda ish olib boryapmiz. Har bir dorini o'ziga yarasha toksik effektlari bor. Shunga domla birinchi bo'lib, haligi pioner sifatida tabiiy mahsulotlardan o'smaga qarshi ta'sir qiluvchi dorilarni yaratdi. Andijon viloyati Jalaquduq tumanida faoliyat yuritayotgan Oltin vodiy tabiati sanatoriyasi professor Ibrohim Asqarov tashabbusi bilan tashkil etilgan. Ushbu maskanda zamonaviy tibbiyot va xalq tabobati yo'nalishlari uyg'unlashtirilgan bo'lib, davolash va profilaktika jarayonlarida tabiiy o'simliklar asosida tayyorlangan biologik faol vositalardan ham foydalaniladi. Mana shu borada biz mana bugungi kunda Andijon viloyatini Jalaquduq tumanida Janubiy Olamushiq shaharchasida tog'li joyda Oltin vodiy tabiati nomli shifoxonani tashkil qildik. Bu shifoxonani boshqa shifoxonalardan farqi shundan iboratki, bizda vrachlar ham ishlaydi, tabiblar ham ishlaydi. Xalq tabobatiga moslashgan zamonaviy vrachlar bilan birga tabiblar birgalikda bemorni qabul qilishadi va bu konsuliumda bir xulosaga kelishib davolaymiz. Davolovchi narsalarimiz asosan tabiiy o'simliklardan tayyorlangan vositalar hisoblanadi va bular bir qator kasalliklarni oldini olishda va davolashda foydalaniladi. Mana masalan aytaylik, butun dunyoda bosh miya o'sma kasalligini jarrohlik amaliyotsiz davolash mumkin emas deb nuqta qo'yilgan. Biz xuddi shu mana shu bosh miya o'sma kasalliklarini jarrohliksiz davolash mumkinligini biz xalq tabobati yo'li bilan isbotlashga erisha oldik. 2020-yilda qizil o'ngachimdan kasallandim. Farg'ona viloyatiga onkologiya bo'limiga bordim. Borsam, aytdi vrachlar ximiya olasiz deyishdi. Keyin deyishdi 8 soatli operatsiyaga kirasiz deyishdi. Unga endi bolalarim ko'nmadi. Bolalarim shu Ibrohimjon Asqarovni borligini bilishdi. O'sha 2020-yil dedi. Bu aytdi dorisini olib 6 fevral kuni ichganman o'shani. O'shandan keyin o'zgarish bo'lgan menda. Qizil o'ngachdagi o'sma yo'qolgan. O'shanda menga doktorlar aytishganki, uzoq borsiz 2 oyga borasiz deyishgan. Mana Xudoga shukr 6 yildan beri sog' salomat yurib, har 6 oyda, 3 oyda kelib mashitlar davolanaman. Professor Ibrohimjon Asqarovga ming marta rahmatlar aytaman. Yaponiyada bo'lganimda professorlarga men ma'ruza qilib, shu bizda bosh miya o'smasini davolash usullarini oddiy jarrohliksiz davolash usullarini topganmiz desam, nechta davoladi deb so'rashdi. Men 10 dan ortiq desam, ikkita professor o'rnidan turib ketib, bu Nobel mukofoti dedi.
asli qancha deng? 1000dan ortiq. Bosh miya o'smasi bilan kasallangan bemorlar bugun mamlakatimizda, qo'shni davlatlarda tuzalib, sog' salomat bo'lib yurishibdi. Hatto mana onam bundan 38 yil avval ko'krak bezi o'smasi bilan og'riganlarida juda ko'p doktorlarga ko'rsatdim. Shulardan 15 tasi tibbiyot fanlari doktori, professorlar. Hammasi zudlik bilan jarrohlik amaliyotini o'tkazish kerak, zudlik bilan kimyoterapiya olish kerak deb taklif qilishdi. Onam rozi bo'lmadi. Ularga aytdi dedi, 15 ta meditsina fanlari doktori shunaqa taklif berdi. Xo'p, operatsiya qilsa nima bo'ladi-yu, qilmasa nima bo'ladi desam, operatsiya qilmasa 1 yilga yetmaydi dedi. Onamga operatsiya qilish shart ekan desam, qildirmayman bolam dedi. Meditsina fanlari doktori, professorlar aytyapti desam, nima bo'ldi? Sen ham fan doktorisan, u meni farzandimsan dedi. Meni davolay o'zing dedi. O'zim davolashga kirishdim. 38 yil yashadi onam. 106 yoshda olamdan o'tdi. Biz shu jarrohlik bo'lmaydigan, jarrohlik amaliyoti bilan tuzatish mumkin bo'lmagan bemorlarni taklif qilamiz va ularni shu oziq-ovqat qo'shilmalari yordamida davolashga harakat qilamiz. Ustozimiz tunu kun uxlamasdan mamlakatimizni ilm fanini qanday qilib yuksaltirish mumkin degan asosiy savolga javob qidiradilar. Mamlakatni rivojlantirish uchun eng zamonaviy, eng original g'oyalar bo'ladi ustozlar. Ustozimiz tomonidan juda ham chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borilgan holatda, aniq ilmiy faktlarga suyangan holatda ixtiro qilingan har bir oziq-ovqat qo'shilmalarining o'zini alohida vazifalari bor. Ularni ustoz shunday bir aql bilan, idrok bilan tarkibini tuzganki, bunday tarkibdagi oziq-ovqat qo'shilmalarini ichsa, ichgan insonni masalan 100 ta odamdan 90% dan oshig'iga albatta ijobiy samarali ta'sir ko'rsatadi. Oziq-ovqat qo'shilmasining tarkibi alohida ilmiy nuqtai nazardan asoslangan degani. Bunaqa ilmiy asoslangan tarkibi, tuzilishi, xususiyatlari ilmiy asoslangan oziq-ovqat qo'shilmalari butun dunyo bo'yicha ham kamdan kam uchraydi. Hozirgi kunda reklama qilinayotgan juda ko'p oziq-ovqat qo'shilmalarini aytaylik, u yoki bu kasallikka davosi bor, shifosi bor deyilgan, lekin aksariyatini ilmiy asosi yo'q. Hozirgi kunda ustozimiz tomonidan taqdim qilingan oziq-ovqat qo'shilmalari ixtirolarini esa aynan ilmiy asosga ega. Hozirga qadar men 40 ga yaqin Scopes jurnallarida maqolalar e'lon qildim. Mana prezidentimiz tomonidan bizga ilm fan uchun, olimlar uchun yaratilgan sharoitlar uchun men minnatdorchilik bildiraman. Mana hozir 30 ga yaqin davlatlarda bo'lgan bo'lsam, birorta davlatda olimlar uchun O'zbekistondaqa yaratilgan sharoit yo'q. Bizda dissertatsiyalar tayyorlanadi. Tayyorlanadigan dissertatsiyalarda albatta bitta bob, bitta bo'lim iqtisodiy samarasi, foydasi qancha tegadi shu dissertatsiyani, foydasi bormi o'zi degan savol qo'yamiz. Va natijada biz bunga erishyapmiz deb o'ylaymiz. Ko'p yillik ilmiy izlanishlar professor Asqarovni yangi ilmiy g'oyalar sari yetakladi. Professor Ibrohim Asqarov hamkorlikda tovarlar kimyosi nomli yangi ilmiy yo'nalishga asos soldi. Bugungi kunda mazkur yo'nalish kimyo va texnika fanlari bo'yicha mustaqil ilmiy ixtisoslik sifatida rivojlanib kelmoqda. Biz mana meni shogirdim kimyo fanlari doktori professor Mirjalol Mo'minjonov bilan hamkorlikda kimyoviy va texnologik jarayonlarni modellashtirish fanini kiritdik. Bu dunyoda birinchi marta bo'ldi bu ham. Dunyoda modellashtirish bilan shug'ullanishadi. Yaponlar ham shug'ullanadi, Rossiyada ham bor, Xitoyda ham bor, lekin fani yo'q. Bizda shu fan bor. Kimyoda bugun 20 ta fan bor. Shuni 0200 shifr bilan tavallar kimyosi, 020020 shifr bilan kimyoviy va texnologik jarayonlarni modellashtirish fanlari kiritilgan. Mamlakat iqtisodiyoti uchun juda katta samara beradigan fan hisoblanadi. Mana meni ustozim hurmatli Abduhamid G'afurovich Mahsumov shu qilgan ishlarini men tahlil qilib o'rganib chiqsam, hozir u odam 91 ga kirdi, baquvvat ishlaydi. Hozir ham mana kimyo texnologiya institutida shu odamning qilgan ishlarini ko'rsam, shu bo'yicha bir 8 ta katta monografiya qilish mumkin ekan. Bir 5 ta fan doktor dissertatsiyasi chiqarish mumkin ekan. Hozirgacha olgan moddalari bo'yicha 300 dan ortiq ixtirolari bor bu odamda. Lekin u odam o'tib ketgandan keyin faqat tarixda kimdir biladi xolos. Hozir biz uni modellashtirsak, uni yaratgan moddalari kelajakda nima bo'lishi, kelajakda qanaqa foyda keltirishini biz oldindan bashorat qilib bera olamiz. Bugungi rivojlangan kompyuter texnikasi rivojlangan davrda bunga albatta e'tibor berishimiz kerak. Mana Andijonda juda ko'p yaxshi ishlar qilinyapti. Mana yangi Andijon, Bobur shahri qurildi. Biz shaxsan men andijonlik ekanligim bilan faxrlanaman. Shu Andijon tuprog'ida tug'ilganligim bilan faxrlanaman. O'zbekiston farzandi ekanligim bilan g'ururlanaman. Qaysi davlatga borsam, men xursam 5 kundan ortiq tura olmayman. Mana hatto Yaponiyada, hatto Malayziyada ham, Ispaniyada ham 3 kunda zerikaman-da. Yangiliklar bilan qiziqaman. Bo'lgandan keyin ketkim kelib qoladi. Toshkentga 3 kun keladi. Ko'rasizmi? Mana shu aytaylik, vatan g'ururi, vatan ishtiyoqi
bizni g'ururlantiradi, bizni aytaylik charxlaydi. Kecha kunduz intilamiz, kecha kunduz harakat qilamiz va yurtboshimizga, xalqimizga tashakkurlar aytamiz. Ustozimga 2014-yilda shogird bo'lib tushganman. Unda men talaba edim. Men talaba bo'lmasimdan avval akademik litseyda o'qiyotgan paytimda Obidjon Shahobiddin Abdullayev meni ustozimga tanitgan, Asqarov domlaga tanitganda bu bola kelajakda katta olim bo'ladi, fan doktori bo'ladi degan oldindan bashoratlarni aytgan. Men shunda juda ham hayron qolganman, ham yosh edim. Qanday qilib bu inson kelajakni bashorat qilishi mumkin deb. 1997-yilda tovarlar kimyosi degan fan yaratilgan va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan rasmiy ro'yxatga olingan. Bugungi kunda ushbu fan bo'yicha hozirda 50 dan ortiq fan doktorlari, 100 ga yaqin falsafa doktorlari, fan nomzodlari yetishib chiqqan. Mana men o'zim ham 2020-yilda tovarlar kimyosi ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori bo'ldim, ustozim ilmiy rahbarligida. 2022-yilda tovarlar kimyosi va xalq tabiati ixtisosliklari bo'yicha ustozim professor Asqarov Ibrohim Rahmonovich ilmiy rahbarligida fan doktori ilmiy darajasini yoqladim. Ustoz har bir insonni ko'rganda o'sha insonga juda ham to'g'ri baho bera oladigan va kelajakdagi imkoniyatlarini oldindan baholaydigan yetuk olim ekanligini keyin tushunib yetganman. Men uchun eng mana shu dunyodagi eng katta lavozim Asqarov domlaning shogirdi degan lavozim men uchun hamma lavozimlardan ko'ra balandroq lavozim hisoblanadi. Mana birinchi aytaylik nomzodlik dissertatsiyani tayyorlaganda Toshkent Milliy universitetida juda qattiq qiyinchiliklarga uchraganman. Yangi aspirant bo'lganda meni otam bor yo'g'i juda oz ishchi bo'lib ishlardi, paxta zavodda stipendiyaga yashardim. 92 so'm aspirantlik stipendiyasi olardim, shunga yashardim. 10 so'm kvarplataga berib 82 so'm bilan yashardim. Oddiy bitta maqola uchun Moskvaga borardik. Moskvaga borib oylab o'tirardik. Shu maqolani ko'chirib yozardik, tarjima qilardik. Hozir tarjimon ham darhol bo'ladi, o'zimiz ham bilamiz. Bunaqa sharoit bo'lmagan hech qachon. Aytaylik 20 yil avvalgi sharoit bilan bugungi sharoitda hech ham tengi yo'q. O'zbekistonda mustaqil bo'lganimizdan keyin bu juda katta imkoniyat bo'ldi. Ayniqsa hozirgi paytda magistraturami marhamat 100 tami o'qisang marhamat deyapti. Hatto qizlarga bepul magistraturada o'qish, kontraktsiz, kontrakt pulini davlat to'lab beryapti. Qayerda bo'pti? Bunaqa sharoit bo'lmagan. Buni taqqoslay bilish kerak, qiyoslay bilish kerak. Ana shunda natija bo'ladi. Ilmiy izlanishlar va pedagogik faoliyat katta mas'uliyat talab qiladi. Bunday sermazmun faoliyat ortida esa albatta oilaning qo'llab-quvvatlashi va yaqin insonlarning ishonchi muhim o'rin tutadi. Jam farzandlarim 8 ta, 5 qiz, 3 ta o'g'lim bor. Oilada farzandlarim hammasi o'qimishli, oliy ma'lumotli. Bir o'g'lim iqtisod fanlari doktori, professor, fermer xo'jaligi ham bor, 50 dan ortiq buqa boqadi, bir 70-80 ta qo'y boqadi, bir 200 ta indoyitga boqadi, bug'doy yetishtiradi, o'zi iqtisodchi, juda iqtisodman qattiq shug'ullanadi, Nodirbek Asqarov. Yana bitta o'g'lim u yurist, yuridika fanlari bo'yicha falsafa doktori. Qizlarim bittasi vrach, qolganlari mana viloyat Andijon viloyat bosh psixologi bo'lib ishlaydi. Nilufar degan qizim bor. Hammasi oliy ma'lumotlik. Miraziz degan o'g'lim u bankda ishlaydi, Moskvada. Universitet Drujba Narodovni bitirgan. Shular bilan hamkorlikda ishlarni birga qilamiz. Men farzandlarga juda qattiq turaman. Har kuni so'rayman o'g'illarimdan, birorta odamni xafa qilmadingmi? Nima yangilik yaratding? Nima qilding deb so'rayman. Onasi aytadi, bu 50 ga kirsa ham siz turaverasizmi? 70 ga kirsa ham men otasiman, so'rayman deyman. Qattiq turaman o'g'illarimga ham. Nevaralarim bir 15 tadan oshib qolgan, hammasi o'z joyida. Nevaralarim ham hozir mana ilm bilan shug'ullanishyapti. Diplomatiya universitetini 2-3tasi bitirgan. Ular ichida yuristlari bor, iqtisodchilari bor. Men oiladan juda ham xursandman. O'z oilamdan juda ham minnatdorman. Ibrohimjon kishiligidan boshlab talanti bilingan. Chunki 5 yoshda maktabda o'qib boshlagan. Oltin medallar bilan tugatgan. Intizomlik, aqlli, esli bola bo'lgan. Universitetga o'qituvchilik, kimyo kafedrasiga o'qishga kirdi. Ilmiy ishlarni juda ko'p qilgan bu ukam. Hatto so'mkasini olib kelib, so'mkasini olsa, ichiga biz tura olmasdik. Kimyo hammasi zaharli-da. Va bu ishda qanday ishlayapsan deb joyda kayib qolardik. Kimyoni shunaqa jonidan ham yaxshi ko'radi. Shuning uchun kimyo fanlar kandidati, kimyo fanlar doktori hammasi yo'nalishi kimyo bo'yicha va tabiat bo'yicha ketyapti. Respublika emas, dunyo taniydi. Nima yuzasidan? Shu ilmiy yuzasidan taniydi. Keyingi vaqtida mana tabiatga ham qiziqib, odamlarni kasallarni o'nglashga ham dorilar ishlab chiqib, bu yo'nalishi ham yaxshi yo'nalish bilan ketyapti.
Endi doim bu ukamga duodamiz, uzoq yashasin, yaxshi hayot kechsin. Bundan keyingi hayoti ham mazmunli bo'lsin, yaxshi yomon ko'zlardan o'zi saqlasin deb doim duodamiz. Ibrohimjonda opasi bo'lib qolganimga kechasi kuni shukr qilaman. Bu shunday jigarimki, bolaligidan mehr oqibatlik, rahmdil, duoni yaxshi ko'radigan bola bo'lib katta bo'ldi. Meni katabim bor edi, mana shu akamning onalari, buvim onalari buni 3 yashar, 4 yashardan boshlab yetalab yurardi. Andijonda enalarimizga ketsa, yetalab olib ketardi. Katabi, "Naqa yuramiz, adashib qolmaylik" deb. Hech Ibrohimjonga o'xshagan bola tug'ilmadi deydi katabi rahmatlik. Hamma joyda ko'chalarda bilib olardi Ibrohimjon 4 yashar vaqtdan boshlab. Ana shu katabimni Andijonga yetalab borib yurardi. Bola bo'lib biror marta opa-uka bo'lib yo urush yo boshqa bo'lmagan. Buni eng katta fazilati hammaga mehribon. Bolaligidan yaxshi niyati hammaga yaxshilik qilaman. Oila a'zolarim emas, Xudo xolasa men hammaga yaxshilik qilaman deb niyat qilardi. Xudoga shukr, shu niyatlarini berganiga shukr qilaman. Farzandlarini baxt saodatini ko'rishni xohlaymiz. Ilmlardan baraka topdi, umri uzun bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Men ukam bizga qilgan mehrini, men farzandlarimgacha qilgan bir yaxshi xizmatlarini, mehr oqibatlarini, ilmga boshlagan yo'llarini men shukronasini aytib ado qila olmayman. Alloh taolaning kechasi kunduz duo qilaman. Hamma bemorlarga shifo bersin. Shu bemorlarga qilayotgan duolari ham ukamga ijobat bo'lsin. Bizdan keyin ham qolib ukalariga bosh bo'lib yursin deb Xudodan so'rayman. Universitetlarda mana leksiya o'qiganimda ham doim aytaman. Agar kimda-kim ota-onasini haqiqiy rozi qilsa, kimda-kim ustozlaridan duo olsa, nima niyat qilsa Xudo beradi. Endi yotib olib Xudo beradi deb emas, harakat qilsa Xudo beradi. Hamma narsani beradi. Mana biz klinikani orzu qildik, shunaqa muhtasham klinikani berdi bizga. Biz fan doktorligini orzu qildik, fan doktori bo'ldik. Darsliklar yozishda orzu qildik, 24 ta darslik yozdim men. Maktab darslari 7, 8, 9 sinflari, 10 sinflari uchun, universitetlar uchun, akademik liseylar uchun, darslik, tibbiyot institutlari uchun, fitoterapiya va dallarga aslangan xalq ustalari singari darsliklar o'qitilyapti. Barcha tibbiyot oliygohlarida meni muallifligimda yozilgan darsliklar. Bu katta baxt deb o'ylayman. Bizdan keyin ham nimadir qolyapti. Biz yoshimiz katta bo'lib qoldi, lekin bizdan keyin nima qoladi degan savol har kuni meni qiynaydi. Men o'zimga o'zim javob beraman. Demak, mo yangilikni yaratsak, bu qolsa, mana bu dori-darmonni yaratsak, bu odamlarni davolasa, demak bizdan shu qoladi. Mamlakat iqtisodiga qancha hissa qo'shamiz degan savol bo'ladi. Mana kelajakda yoshlarimiz tibbiyotni ham o'rgansin, iqtisodni ham o'rgansin, kimyoni ham o'rgansin, matematikani ham, boshqa fanlarni ham, hamma fanlarni o'rgansin. Faqat vatanparvarlikni yo'qotib qo'ymasin. Vatanim O'zbekiston. Vatanimga men xizmat qilaman desin. Endi mana tibbiyot xodimlariga berilgan umumiy bir maslahatim bor. Men kimyo fanlari doktoriman. Kimyoviy preparatlardan iloji boricha kamroq foydalaninglar. Qancha sintetik kimyo preparatlardan kam foydalanib, tabiiylardan foydalansa, ular o'saveradi, mamlakatda iqtisodiyotga ham katta foyda bo'ladi. Mamlakatga foyda keltiradigan ish qilish kerak. Ilm fan foyda keltirish kerak. Quruq nazariya hech kimga kerak emas. Men shunday deb o'ylayman. Professor Ibrohim Asqarov nafaqat olim va ustoz, balki o'z tajribasi bilan yoshlarni ilm fan sari ruhlantirib kelayotgan insonlardan biridir. Ishonamizki, olimning ilmiy va hayotiy tajribasi hali uzoq yillar kelajak avlod uchun o'ziga xos maktab bo'lib xizmat qiladi.